Assalomu alaykum do'stlar, mana navbatdagi tarozimizni xudo xohlasa Qashqadaryoni Qarshi shahriga chiqaryapmiz, sentriga. Xo'p. Mol tarozimiz razmeri 1 ga, uzunligi 2, balandligi 1.20, ko'tarish quvvati 2 tonnaga moslashtirilgan. 2 yil garantiyasi bilan kimga shunaqa mol tarozlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani. Orqasida ko'rib turganlaringdek qo'y tarozlar mana tayyor holati. Hop, bunisi mol tarozimiz bez reshotka varianti. Kimga shunaqa mol tarozlar kerak bo'lsa, yuqoridagi telefon raqamlarimizga telefon qilaverasizlar. Va bundan tashqari 50 tonnalik, 60 tonnalik, 80 tonnalik tarozlarimiz ham bor. Mana bu tarozlarimiz xudo xohlasa yasayapmiz. 4 ta platformadan iborat bo'ladi. Bu 16 metrlik shu 120 tonnalik fura o'lchaydigan tarozi bo'ladi. Manzilimiz Namangan Pop tumani, stansiya metan zapravkani to'g'risida. Bu yerda lokatsiyamiz temir yo'l vokzali bor, mana shu yerda. Don kombinat ham ko'rinib turibdi ro'parada.